Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oydan nashr qilgan roman Eli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism. 1-bob. Abduvali oxiri kundida har qachon eslasa ham lazzatlanadigan, ham azoblanadigan hikoyasini zo'q bilan so'zlashga kirishdi. Men 1943-yili Eli Millatlar gimnaziyasini tugatib, Sami yuziga o'qituvchilikqa chiqdim. Bu yerda 6 sinfliq bir maktab bor ekan. Bola tarbiyalash uning qadriga yetgan kishi uchun nihoyatda ko'ngillik ish. Men Avad shahrida cho'ng bo'lgan, o'qigan bo'lsam-mu, bola o'qitayotganligim uchun shig'illiq, ko'rimsiz bu yeziga mehrim tushib qoldi. Atigandan tortib kecha bir vaqtlargacha o'qitishdan bosh ko'tara olmaydim. Kunduzi bolalarni o'qitsam, kechasi yoshlarning o'ttir yoshliqlarning savatini chiqaratdim. Tez orada nomim chiqib, hammasi meni Abduvali apandim, voy Abduvali apandim deb turadigan bo'ldi. To'y to'kun nazar chiroqlarga chaqirilmay qolmaydim. Qilgan ajrining qadriga yezining sopdil odamlari ajoyib yetidi ekan. Qiziq yeri shuki, o'g'il tarafda xabar yo'q, qiz tarafda dumboq chapdi degandek, o'zimning xabari yo'q. Ba'zi onalar meni kuyug'ul qilib qo'yg'imi tushibdi. Shundoq kunlardan birida bir to'yga berib qoldim. Ko'pchilik bilan to'ydan uzab chiqib, o'yilda gap bilan bir oz turib qoldik. Bir chaqda qara deganda qilib qoldi. Yonga burilib qarsam, bir qiz menga kulimsirab qarab turibdi. Boshqalardan xijil bo'lib ko'zimni darhol qochirdim. Biroq yuragim jig' qilib qoldi-da, topinimdan bir o't kirib, beshimdan chiqib ketgandek, butun a'zoyi badanim yinib ketgandek bo'ldi. "Pah, qiz emasmi? Nimasini aytsizlar? Har qancha pari bo'lsa shunchalik bo'lar. Tushimmi bu? O'ngimmi bu?" deb qoldim. Chiqib ketib berib, keynimga burilib baqaymi deb o'yladim. Biroq burilishdan xijil bo'ldim. Oxir qo'zg'algan hislarim xijilligimni yengdi. Qayrilib qaradim. Qiz texichila menga qarab turibdi. U ko'zimga xuddi lovuldab yenib turgan bir parcha o'tdek ko'rinib ketdi. Xudini yo'qotgan odamdek o'zimni bilmagan holda asta yotoqqa qaytib keldim. Shu kuni juma bo'lib, maktab ichi jimjit edi. Qo'lim ishga bormaydi. Yodim hiliqi ho'ldla edi. Oxir o'zimni jimlashga boshladim. Nimachi bo'lib ketaman? Sarang bo'lib qoldimmi? Bir qarab qo'yganga shuncha bo'lib ketsam, ikki qarab qo'ysa o'ladigan o'xshamamdim. Men bir o'qituvchi turib, lekin bo'lmadi. Muhabbat degan mushu o'xshaydi. Men oshiq-mashqlar yozilgan nurg'un kitoblarni o'qigan, hikoya cho'chaklarni anglagan bo'lsam-mu, lekin muhabbatning mundaq sehrli ulug' kuchga ega ekanligini his qilmagan ekanman. Men sehrli o'tning ichida qoldim. Bo'lmadi. Meni asir qilib olgan oq ko'nglaklik, qora ko'zlik qizni surishtirishga boshladim. Bilsam, uning ismi Axtar buvi bo'lib, Shonyoning qizi ekan. Ammo buni gap yuragimga o'qdek tegdi. Qiz buningdan 2 yil burun o'qatdiki bir bayning daldush o'g'liga majburiy yotliq qilinib, nikoh kunining ertasi uyga qochib kelib olgan ekan. Ota-onasi uni uy tutishga zo'rlaganda, "Mundaq majburlasanglar, o'zimni Qosh daryosiga tashlayman" deb turib, uningdan qutulgan ekan. Shuningdan beri tul turib o'tibdi. Bu gap meni uningdan sovutdi. Uning ustiga qizning dadasini bilatdim. U o'tib ketgan mutaassib, bo'rdek yovuz, qor ko'ngil odam edi. Men olaman, Axtar buvi tegiman degan taqdirdimi, dadasi meningdek gadayning o'g'liga qizni berib qo'ymaydi. Biroq muhabbatning kuchi oxirgi navbatda hamma sabablar, ayblarni bir tiyin qilibdi. Uningdan mehrimni faqatla uzalmadim. Ko'zimga Axtar buvining kulib turganidan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Oyoqlarim hamon meni ularning beg'ining kayniga opirib qo'yatdi. Axtar buvi ko'rinmasimi, turib qaytib kelatdim. Ko'zim kishilar orasidan hamon uni izlaydi. Shundoq chaqlarda munu naqsha esimdan zodila ketmaydigan bo'ldi. Kishilar orasida bo'yingni ko'rib qoldim. Aytmaganga bo'lmaydi, men sana kuyib qoldim. Mushu naqshin chiqarganlarning qadriga shunchalik yetib ketdimki, shularni topsam, mungdassam deydim. Kunlarim azob bilan o'tmoqda edi. Bir kuni dars o'tiyotsam, eshik chekildi. Chiqsam, Axtar buvi turibdi. "Mana, Xudo dilig soldi" degan. Abduvalining hikoyasi ichiga kirib ketgan Jamoliddin hayajonlanib ketgan edi. "Ilm yaxshi, qizni ko'rib o'ngdanga tushmabsan?
dedi Araşmu qızib. To'xta, yilimi az qoldi, dedi Abduvali hikoyasini davomlashtirib. Nima qilarimni bilmay qoldim. Putlarim dirildab, tillarim kalvalishib, tuzuk gapmi qilolmadim. Bu mening inim bo'ladi, dedi u o'tliq ko'zlari bilan menga beqib. Shu chog'da uning yonida mening o'quvchim, uning inisi turganligini bayqadim. Sho'xlik qilgan o'xshaydi. Endi qilmaydigan bo'ldi. Agar menga ishonsangiz, sinfingizga kirgizing. Uning inisi sinf bo'yicha intayin sho'x, do'dan, boshqalarni ani topadigan, dars o'qimaydigan dot bola edi. Men maktab tarbiyasi bilan oila tarbiyasini birlashtirish uchun bolani onasini boshlab kelmasa o'qitmaydiganligimni aytib, sinfdan chiqarib atgan edim. Axtar buning menga ishonsangiz degan gapini anglabla hech qanday shart qo'ymay, ma'qul, sinfga kirsin, da'vatibdiman. Axtar buvi mening huduqib ketganimni sezdi atmalim, kulimsirab ko'zimning ichiga bir qardi-da ketib qoldi. U maktab qo'rosidan chiqib ketguncha keyindan qarab qopdiman. U mo chiqib ketadigan chog'da burilib keyniga bir qaradi. Yurkim texmi o'ynab ketdi. Sinfga yenib kirdim. Lekin dars o'tkidak holim yo'q edi. Bolalarni kitob o'qishga qo'yib berdim va o'ltirib o'zimni ayblashga boshladim. Men nim degan dota, mana men deb oldimga kelgan odamni ishqig'iz gap bilan chekib boqsam bo'lmasmidi? Mundaq fursat osonlikcha qo'lga keladimi? To'xta, mundaq dotlik qilavermay, bir chora topay. Darsdan keyin uning enisini chaqirtib, baya unutib qopdiman. Mang berib adanga et, kepillik xat yozib berib ketsin. Kelmasa senmi kelma, dedim. Tushdan keyin o'quvchilar ketishdi. O'qituvchilarmi bir-birlab tarqalib, maktab ichi xuddi meni aram xudo so'zlashib olsin degandek bo'shliq qoldi. Omadim kelyotidi deb xushallanatdim. Biroq Axtar buning qarsi ko'rinmaydi. Bo'limga kiratdim, qo'rg'u chiqatdim. Ko'chalardagi oyoq tevishlarga quloq solatdim. Texicha kelmayotganiga titit bo'latdim. Shundoq ozoda yolg'iz payt qo'ldan ketib qolarmi deb ansiraydim. Kech kirib ketsila, maktab ichi savod chiqirdiganlar bilan to'lib ketidi. U chog'da uning kelganining nim foydasi? Yo'q, uning menga ko'rsatgan qizliq xuluqlarga qaraganda cho'qim keladi. U mo payt izlayotidi. Men shundoq umidlik o'y-xiyollar bilan o'zimga tasalli berib, tashnaligimni bosatdim. Biroq kun o'ltirib ketib boradi. Umidlarim ashu o'ltirib ketib borgan kundak yo'qolishga boshladi. Men uning yo'liga qancha talmurib intizor bo'lsam-mo, u baribir kelmadi. Kech kursiga keldiganlar ko'rinishga boshladi. Xap, inisini at sinfdan qo'lab chiqarmasam deb o'yladim ichimda. Jelilikda qandoq dars o'tganligimni bilmayman. Ba'zilar, "Afandim, tabingiz yo'qmi nima?" degandilar o'zimga keldim. Savod chiqirdiganlar ketdi. Al yatarchoq bo'ldi. Hech ish xo'sh yoqmaydi. Qo'limga kitob olg'im kelmaydi. Yotqimga chiqib, yatay deb turishimga tuyuqsiz ish chekildi. Yurkim qindin chiqib ketishga oz qoldi. Cho'chibmi ketdim. Titirgan qo'lim eshikni ochdi. Axtar buvi xuddi 14 kunlik to'lin oy tog'lar keynidan chiqib kelgandek yotqimga kulimsirab kirib keldi. Davatdi Jamoliddin va qo'lining olqonlarini bir-biriga surkidi. Qara, bu qizning paytib kelgan vaqtini aqlliqkanjimi? Abduvali hikoyasini davomlashtirdi. Vaqtida kelolmadim. Xafa bo'lmagansiz, afandim, dedi qiz. Axtar buvini ko'rib, bayqi ochiq xafaliqlarim xuddi to'zg'oqdek to'zib ketdi. Kelmaganingizga qarab, o'zim boramikin dedim o'zimni oranli besib. "Viyey", dedi u illiq kulimsirab. "Dadamning mijozi eski, borgan bo'lsangiz surib chiqatdi." "Sizchu? Sizmo surib chiqatdingizmi?" Men xushal bo'latdim. U muloyim qiyofatda yerga qaradi. Men nima deyishimni bilolmay qoldim. Lekin so'zsiz jim o'ltirish afsiz edi. Bo'ldi. Xat yozib bermasangizmi bo'ldi. Eningizning sho'xligi chog'liq gap. Axtar buvi meni izo tartqizib kulibdi. U o'zini tutvilishda hamon mendan ustun turadi. Biroq menmi enimdek sho'x. U yalt qilib ko'zimning ichiga qaradi. Uning ma'nilik gapini tushundim. Men har qanday sho'x odamni tuzalayman. Qanday qilib? Mana mundaq qilib. Uning yumshoq oppoq qo'lini tutib oldim. Yuragimga o't ketgandek bo'ldi. "Yaraysan, Abduvali", dedi Arashmu qizib.
Cüretlikkensen, oduqib ketkenin bilen sen mu paytni qo'ldan bermabsan. To'xta, cüret texi aldımızda, u qo'lini tartmadi. Amdi qancha cüretlik qilsam bo'ldigandek edi. Ammo amdiki cüretimga u yana yo'l ochdi. Mening qo'limni odam qilganingiz bilan o'zimni odam qila olmaysiz-da, dedi u bolalarcha erkilab. Bu gap bilan talpinib turgan yuragimning tashnaliq eshib, hayajondan titrab ketgan qo'lim uning nozik belini tutdi. Abduvalimu, anglag'uchilarmu yil o'rilgan bu ishdan go'yo yili bo'layotgandek qandaqdir bir huzur his qilishdi. Sayram bo'yiga tunning qora pardasi asta-asta yepildi. Yulduzlar jimirlashqa boshladi. Yog'och uydan Nodam chiqib keldida Jamoliddinni chaqirdi. Hikoya shu yerda uzilib qoldi. Qo'mondonlik bizga bugun kecha butxon atrofini razvodka qilish vazifasini topshirdi, dedi Nodam. Hozir otlanamiz. 10 minutdan keyin Nodam boshliq 3 nafar otliq razvodkachi tog' bag'ri bo'ylab yo'lga chiqdi. 2-bob. Qo'shin yo'lga chiqdi. Tog'lar orasida birdam o'rlab, birdam pastlab ilgirlayotgan qo'shin bugun 3-kuniga qadam qo'ydi. Shiddat bilan ilgirlash, Sayram yaqsida bo'lgan urushni jangchilarning esidan ko'taribdi. Amdi ularning butun vujudida olg'a ilgirlash tuyg'usi yongan edi. Oyoqlardan ko'tarilayotgan go'pirlagan ovoz, qo'shinning keyinda kelayotgan harvonlarning g'ichirlashi xili yerlargacha anglanadi. Polikning hamshira qizlari o'z qismlarida bir rat tuzib, qadamlarini takshi ilib ketib boradi. Ularmi boshqa jangchilarga o'xshash o'ng mursiga miltiq asqan, belida suv qatisi va o'qdan, biroq so'l mursida beg'idan o'tkazib olgan doktorlik so'mkisi bor. Bahar go'zalligiga purkangan tabiat husniga qiziqishi, hissiyotchanligi bilan ular boshqalardan farqlanib turadi. Ikki yoqdagi tog'lar va yo'lning chet cho'rlaridagi o't-cho'plar ham dastlab echilgan ko'rimsiz tog' gullariga ular hammadan ko'proq sab soladi. O'q ovozlari anglanmasa, shular haqida gap qilishadi. Rayhon bahorining xushpuroqlaridan, illiq shamollardan qo'zg'algan tuyg'ularga cho'milgan holda sabdoshlariga aytqilib bo'lmaydigan lazzatli xiyolda edi. Derazalariga havorang pardalar tortilgan uy bo'lsa, uyning o'ttirsidagi ustalga serin gul chilangan qacha qo'yilsa, Nodam bilan ishdan yinib kelib, shu ustalda qarma-qarshi o'ltirib choy ichsa, quchoqdagi qizi gulga talpinsa, uning xiyollari toshqa putlashib ketish bilan uzildi. Gupildab yurayotgan qo'shin yilon bag'irdak agri yo'lda bir jira bag'ridan pastlab ko'zdan g'oyib bo'lsa, ikkinchi jira bag'ridan o'rlab chiqib paydo bo'ladi. Yo'lning uchi ko'rinmaydi. Bu yo'llar qadim yo'llar. Asrlardan biri to'ga karvonlari, otliqlar saplari bu yo'llardan uzilmagandi. Yo'llarning o'rni o'zgarib turgan bo'lsa-mu, lekin o'tkinchilar besilmagandi. Taranchi harvonlarning bu yo'llarni besiyotganiga uzoq yillar bo'ldi. Tosh yo'l bino bo'lgandan beri bu yo'llar jonlandi. O'tkinchilar ko'paydi. Aymanmay harvonlarga esiladigan och bo'rlar mashinalarning gurkirishidan aloqzoda bo'lib, yiroqlarga qochadigan bo'ldi. Shuningdan keyin oxiri yo'qdek ko'rinadigan bu yo'lda harvonlarning g'ichirlishi, mashinalarning gurkirishi, odamlarning vang-chungi ko'payib, g'amkinlik, umcharash g'oyib bo'lib ketdi. Och bo'rlar, top-top yuradigan uchqur kiyiklar ko'zga kam chiliqadigan bo'ldi. Bu yo'llar, yo'lning ikki yoqsidagi tog'lar o'z tarixida qisma qismat, karomat va bir-biriga o'xshamaydigan ruhiy holatlarni ko'rib keldi. Qaysi kunila g'arbga mang'an mashinalar kolonini ko'rgan, mashinadagilar o'pchorisiga, tog'lar orasiga ko'zlarini parqiratishib ansizlik bilan qarashgan. Ba'zilari titragan, ba'zilari ko'zlarini ching'ida yumib olgan, lekin qaytishmadi. Bugunchu bugun boshqacha bir sapni ko'ryotidi. Bu sap piyoda sharqqa ketib boradi. Bular aloqzodlikka tushmagan, atrofiga ansizlik bilan boqmaydi. Tog'larning qirliq cho'qilariga, qandaqdir bir narsalar shakliga kirib qolgan yo'g'on toshlarga, qorayib ko'ringan o'ngirlarga qiziqib qarab, tabiat hunarlariga hayron bo'lib ketib boradi. Texi bular nimalarnidir deyishib kulishdi.
Yanlarından chiroyli gullar tikilgan tamaka xaltalarini, bir chetiga yurak surati kashlangan qo'lyog'liqlarni bir-biriga ko'rsatishdi. 2 soat yo'l yurgandan keyin polik to'xtab dam oldi. Gupildigan ovoz arvalarning g'ichirlashi besildi. Kunning ko'tarilishi bilan yuzlarga urilayotgan izg'irin shamol to'xtadi. Kunning qiziq tapdi birdamdala toshlarni qizitishga boshladi. Jangchilar yo'lning ikki yoqasida o'ltirishdi. Ba'zilari yonpashladi, ba'zilari sunaylanib yotdi. Arvalarga besilgan non, sayram yoqasidagi yog'och uylarda pishirilingan go'sht batalyon rotalarga, vozvod guruhlarga tarqatilishga boshladi. Qo'rsaqni yaxshi to'yg'izinglar. Anvarning ovozi anglandi. Bugun kechalab bo'lsa-mu o'taga yetimiz. Kaynimizdan mashinalar yetib kelsa, sho'rpini shu yerda ichimiz. Muzdek go'sht bilan non mazlik tamoqda, dedi Nadam. Ham qo'saqda uzun turdi. Batir G'azi qishini etib, "Niningni qo'y, go'sht yetadiğini yo'q", dedi va birdamdala bir parcha qovurg'ining go'shini yeb, ustixinini yog'ochdek oqlab qo'ydi. "Qozoq bolasiman deysan, go'shtning ta'mlik yerini bilamsan?" "Bilmaychu, bosh yanposh." "Yanposh? Bilmaydi ekansan. Eng tatliq yeri yerga tegmaydigan bo'yni bo'ladi. Har qandaq yeri bo'lsa-mu go'shan aka. Go'shtni yeb bo'lding. Quruq nonni qandaq yeysan? Shu turqida tosh bo'lsa-mu yeyotgandak turaman. Aka, bakalashkangni 2 yutum. 1 yutummi bermayman. Sen bermsan Rayhon beradi." U eransizlik bilan go'sht chaynab nerda o'ltirgan Rayhonni chaqirdi. Rayhon yiqimliq kulimsirab javob berdi. "Usulluqqa maylingiz bo'lsa, mayarga keling." Varisjon Rayhondan shundoq so'zni anglashni bekmo xohlaydi. 1 yutum suv so'rmoqchi bo'ldi. Biroq Rayhonning kun sho'lisida parqirab turgan o'ng chekisidagi tatuqqa ko'zi tushdi-da, dastlabda oq sariq yuzi qizardi, keyin tatirib ketdi. Ko'ziga qorong'ulik tiqilgandek bo'lib, umidi uzildi. Ikkinchi yinib qiz o'ltirgan tarafga qaramadi. Biroq Botir G'azning "Qandak suv ekanda?" "Qandak" degan so'zidan yuragining bir yeri ichiqqanligini sezdi va bir tishlam non yeb, 1 yutum suv ichib, ko'zini janubdagi tog'lardan olmay o'ltirgan Nadamga olib qarab qo'ydi. "Burnimga uyimning sut qaymoqlari puravatidi." Arashning ko'zlari sig'inish bilan yongan edi. "Bo'rtalaga yiqilib qoldik-da", dedi Nadam kulimsirab. "Ko'zingga tayganlaringmi ko'rinayotgandi texi?" "Uni birdima. Tayganlarni agashtirib ovga chiqish noiti ko'ngillikda. Biz tarafda qirg'avul, ular ko'p. Mo'ng'ullar ularni atgan kishini noiti yomon ko'radi. Ularning go'shi bek tatliq bo'ladi. Ovga chiqsam, ularni atmanda kavob qilib yeyman. Qirg'avulni uyga kelib kelaman. Sang'u harmi yo'q. Sening haram da'vatqiningmi poq yegan to'qidan yaxshiroq. Ach qolgan odamlardek yeydiganning gapini qilsizlar-ku", deb o'ltirganlarning yiniga keldi Jamoliddin. "Xo'sh, yana nimaning go'sht tatliq bo'ladi? So'zligina Jamoliddin", deb gapga aralashdi G'oyit. "Atgan chiyangning tatliqligini, shama chaynashning lazzati shu texi." "Albatta so'zlayman. O'xshagan bir opqur atgan choy bir taxs lag'mandinmi quvvatliroq bo'ladi. Shundoqmi G'oyitga? Yo xato gap qildimmi?" "Bugungi tomoqning qattiq quruq bo'lishi shundoq gaplarni qo'zg'atdi-da." G'oyitmi gapga kirishdi. "Odam qancha och bo'lsa, yaxshi tomoq shuncha esiga keladi. Bizmi tomoq yemagandik deb o'ylab qoladi. Esinglardimi? Ulastayda bir kun och qolganda, bir kechini tomoqning, poloning, mantining, sho'rpining gapini qilibla tong atqizib o'tganmiz." Gap toza qizivatgan chog'da yurishga buyruq berilib qoldi. Jangchilar darhol o'rinlaridan turishib, yo'lga chiqib o'z qismlarining qatorini to'liqlashdi. Davomi bor.